Texnobazar optomiskalatimizga navbatdagi yangilik kelgan kachiligimizni obzorini qilamiz. Buni yaxshiligi yon tomonlarda mana aka kofe qo'yadigan joylar bo'ladi. Mana yo'llarni ham ko'rsatsangiz, baquvvatligini. Gullari ham o'ta, naqshlari ham o'ta chiroyli ishlangan bo'ladi. Buni yaxshi tomoni ham old tomon, ham orqa tomon ham yopilgan bo'ladi. Ko'pchilik buni ikki tomonlama qilib ishlatishi ham baholasa so'rashmoqda, mana ikki tomonlama qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Ham bu tomondan, ham bu tomondan. Baholasa baquvvatliklari ham yaxshi. 400 kg, 500 kggacha bo'lgan yukni bemalol baholasa ko'taraveradi. Bundan tashqari bizda eng arzoni 2.450.000 so'mligi, 2.650.000 so'mlik variantlari ham bor. Buni oldingi narxi 5.700.000gacha chiqazilyapti. Hozirgi narxi Texnobazar optomiskalatimizda 4.950 ga besplatni dastavkasidan chiqazib beramiz. Kimga qanaqa kachilik kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Texnobazar optomga murojaat qilaverasiz. Tagida telefon nomerlarimizni yozib qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol kelib yoqtirib olib ketamiz. Bu kishilar